Do'stlar, Amerikada $2000 2 soat ichida qanaqa topishligini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Hammaga rahmat, videoni kuzatinglar. Do'stlar, xullas bu uyda mana shu devor ochilib qolgan. Mana shuni qaytarish kerak joyiga. Ajrab qolgan. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Xullas, mana shu ishga $2000 gaplashganmiz. Xullas, videoni kuzatib boringlar do'stlar. Profilga obuna bo'lib, like bosib kuzatib turinglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda. Mana uni ankerini kesib tashlasak, balgarkada mana ham ushlab turibdi ancha hozir. Kessak boradi bu yana ham. Yog'ochni qo'yamiz, bu temirda tortamiz, orqasini chistga qilib turib, penani qo'yib turib tortamiz. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Shu ish beradimi, yo'qmi pena? Devorda ushlaydimi, yo'qmi? Lekin ichkari pustoy, naryoqda gipskardon bor, devorda gipskardoni, lekin yog'ochlari joyida. Menimcha ish beradi. Do'stlar, pena quygan paytimiz yaxshi ushlashligi uchun suv sepib boramiz ikkala tarafiga. Mana do'stlar, ancha keldi ichkariga. Bo'ldi, endi bu kechgacha turish kerak. Endi bu tomoniga navbat do'stlar. Eshiklarni yechib oldik. Ichini yana bir abrobotga qilib, penani qo'yib, katta yog'ochni qo'yib qisamiz bu tomonni. Kecha g'ishini olib tashlab boshqatdan urib beraylik desak, unga ko'nmadi. Men boshqa variant topa olmadim. Anker bilan uraylik desak, prosta o'rtada bir eka u orqarog'ida. Shunga eng выгодный variant shu bo'ldi deb o'yladik biz o'zimizcha. Hali kechga kelib 7-8 larga olib tashlaymiz mana temir taxtalarni. Devor qoladi, xudo xolasa. Mana do'stlar, mana holatni ko'ringlarchi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'llar yirtilib. Xullas, tepadan tushib qolgan bu ko'chib, ikkala tarafidan ham ko'chib. Qaranglar qanaqa ochilib ketgan joy. Mana narsalarni olib tashlab, polni chistga qilib ichini devorni keltiramiz, xudo xolasa. Do'stlar, Farg'onada 4 yil qurilish fakultetida o'qiganman, Farg'ona Politexnika institutida. Falsafadan zo'r baho olmagan bo'lsam, taxmin qilib ko'raman do'stlar. Agar yaqinlashsam like bosib ketasizlar yoki kommentariyada to'g'ri deb ketasizlar. Xullas, bu devorda baqa siljisi men taxmin qilishim bo'yicha buni ankerda qotirgani mahkamlab devorga. Zinani old tomoni cho'kkan keyin, cho'kkanning hisobiga ketgan buni temir. Devorga qo'shib tortib ketgan. Chunki mana ko'rishinglar mumkin, rosa mana shu ankerda g'ishini tepasidan liniya ochilganda, bu tomonda kelib bo'lmaganligini hisobiga cho'kkanda olib ketgan o'zi bilan. Rosa qonni mana shu yerda ishgan joyi. Mana shu yerdan tortib ketgan. Nima deysizlar mana shu fikrga? Bu tomon ham yopishib yotdi boshida. Ankerini kesib tashladikda, keyin devor bordi. Buni qo'yib yubordi chunki birday cho'kkan oldi taraf. Hozir bu tarafda ham ankerini kesib olib tashlaymizda, buni temir qo'yib yuboradi devor. Shunda devorni price bilan bossak keladi. Xudo xolasa. Mana do'stlar, ko'ringlar. Ichiga penani qo'yib, mana kechagi dedi. To'ldirib qo'ydik, mahkam ushlatib o'rvinga. Endi haliroq kelib bitta yechib ko'ramiz, xudo xolasa o'xshaydi mana shu plan do'stlar. Nima deysizlar? Do'stlar, soat 7 bo'ldi, biz keldik. Yomon ish ketdimi? Zo'r bo'ldi. Aqayam shunaqa ketgan bo'lsa zo'r bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sekin yechib ko'ramiz buni. Xudo xolasa, вообще ideal. Mana ideal. Zo'r ushabdi do'stlar. Mana sizlarga life hack. Moldigini qo'yib qo'yamiz, kesib joyiga bo'ldi. Bu tomonni ham mana qilib ushatib qo'yganmiz mana chiroyli. Qoraga bo'yab qo'yamiz oxirida. Xullas do'stlar, endi men bitgan holatidan keyin sizlarga ko'rsataman ishni. Xullas do'stlar, mana ishni bitirdik. Ishni ko'rishinglar mumkin o'zingizlar. Hali qanaqa edi-yu, hozir qanaqa bo'lib turibdi. Eshiklarni ham joy-joyiga qotirib berdik. Mana bunisi tomoni do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'q ideal chiqdi, xudo xolasa.
o'zinglar baho berib kommentariyada fikringlarni yozib ketinglar. Ertalab kelib ketgan paytimiz 2 soat ishladik, hozir 1 soat ishladik, mana ishda bitirdik do'stlar. I put some wood and I paint black color. Oh, okay. It's strong and that Okay. side also. Okay. Exactly. Oh, okay. Oh, yeah. Yeah. That was. And you can see the molding. See. Oh, okay. Oh, okay. I'll repair door also Yeah. before it doesn't close. Yeah. Now it's closed. Oh, really? Yes. I just live with it. You like it? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 2000. Want the envelope? Yes, thank you. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you, you too. Okay. I give you my business card if Yeah, you yes, want to please. for another stuff. Okay. Yeah. Okay. It's Thank you so much. The magnet backside. Okay. Okay. A magnet. All right. Yes. Thank you so much. Thank you too. What was your name? Oscar. Oscar? Okay. Oscar and Tula. Tula, yes. Okay. Okay, you guys. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. See you next new project. Xullas do'stlar, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib ketishni esdan chiqarmanglar.